Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi savolimiz JavaScriptda attestatsiyada tushgan savol. Shuni tahlil qilib ko'ramiz. Quyidagi kodning chiqishi qanday qiymat bo'ladi deganda, bizga berilyapti shu JavaScriptdagi dastur. Endi bu yerda qarang. Funksiya e'lon qilingan, funksiya ism degan funksiya aytilgan va uning argumenti bor, n va n. Bu yerda m 5 deb berilgan, n berilmagan. Endi bu qanday ishlaydi? Agar bundan keyingi qiymatlarda n ga qanaqadir qiymat berilgan bo'lsa, n ga bu agar argument sifatida bitta qiymat berilgan bo'lsa, u n ga o'zlashtiriladi. M ning qiymati 5 gacha qoladi. Ikkalasiga ham qiymat berilgan bo'lsa, agar n ga ham m ga ham qiymat berilgan bo'lsa, 5 ning o'rniga m dagi qiymat kelib ishlaydi. Endi savolga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda bizda aytyapti, bir marta var x degan o'zgaruvchi ishlashcha e'lon qilinsinda, ism degan funksiya chaqirilib, unga 5 va 7 berilsin. Bir marta y degan o'zgaruvchi e'lon qilinsinda, ism degan funksiya chaqirilib, bitta 3 qiymat berilsin deyapti. Ya'ni bu 3 berilgan paytda faqat m uchun o'zi 5 gacha turaveradi. Bu 3 esa n ning joyiga boradi. Tepadagi x esa 5 n ning joyiga boradi, 7 m ning joyiga boradi. Ya'ni 5 ning o'rniga 7 boradi. Xo'p, ikkalasini hisoblab bo'lgandan keyin aytayaptiki, z degan bitta o'zgaruvchi e'lon qilib, bundan chiqqan x ni 4 ga ko'paytirib, qo'shasan, bundan chiqqan y ni 3 ga ko'paytirib, z ga o'zlashtirib va ekranga z ni chiqarasan deyapti. Xo'p, keling endi hisob-kitob ko'ramiz. Demak, birinchi berilganda ism funksiya chaqirib n ga 5 berilganda va m ga 7 berilganda ishlab ko'ramiz. Xo'p, aytyapti shartda, agar deyapti m ya'ni 7 5 dan katta bo'lsa, bu true bajariladi. True, shart rost. Shart rost bo'lgandan keyin if ning tanasi mana bu qism bajariladi. Ya'ni mana bu sistemni blokdan keyingi qism bajariladi. Ya'ni a ga biz yozamiz nima deb? A barobar 3 ko'paytirilgan m bizada 7 ga teng, qo'shilgan n bizada 5 ga teng. 3 kere 7 21, 21 ga 5 ni qo'shamiz, 26 bo'ldi. Bo'ldi. else ga tushmaymiz, chunki shart bajarildi va return a ni qaytarib beradi. Mana bu qiymat esa endi bizda oladi nimani? 26 ni oldi. X degan o'zgaruvchimiz bizda hozir 26 bo'ldi. X teng 26 yozib qo'yaman. Endi ikkinchi marta y o'zgaruvchiga ism funksiyani chaqiryapmizda 3 qiymat beryapmiz. Bu yerda m ning qiymati, n ning qiymati 3, m ning qiymati esa 5 gacha qoladi. Chunki bitta argument berilganda. Agar xatolik beradi qachon? Mana bu qiymat bo'lmaganda edi. Shunchaki m turib, n ga 3 berganingizda bu xatolik beradi. Hozir xatolik bermaydi. Nega? Chunki m ning qiymati ma'lum. Xo'p, demak endi ishlatamiz endi. Yana shart aytayapti. M katta n, ya'ni 5 3 dan katta. True bajarildi shart. Demak, yana bir marta if ning tanasi ishlaydi. Demak, else ga biz murojaat qilmas ekanmiz. Qachon murojaat qilamiz? Mana o'sha shart yolg'on bo'lganda edi, ya'ni m n dan katta bo'lmaganda edi. Else mana bunga ishlatadi. Endi bu yerda yana yozamiz. A ning qiymati barobar 3 ko'paygan. Xo'p, m bizada 5 ga teng, qo'shilgan n bizada 3 ga teng. Teng 3 kere 5 15, shuni qo'shamiz 18. Bo'ldi. Demak, bizda mana bunday joyda chiqdi y-imiz 18 chiqdi. Demak, endi ishlatamiz. Z barobar 4 ko'paygan x bizda 26, qo'shamiz 3 ko'paygan y bizda 18. 4 da 26miz bizda bo'ladi 80, yana 24. 104, to'g'rimi? Qo'shamiz 3 kere 18 54. Teng 158 bo'lar ekan. Javobimiz 158. Menimcha tushunarli bo'ldi.